Kim umrani ado etadigan bo'lsa, onasidan tug'ilgan yangi chaqaloq kabi gunohlarning hammasidan pok bo'ladi deydi. Birodan qarz olgansiz, kelib turib $1000 qarz olgansiz. Kechdim desa quchoq olaysizmi xursandchiligingizni? Rahmat deb. Alloh sizni 60-70 yillik qilgan gunohingizni hammasini o'chirdim desa, qattiq xursand bo'lmaysiz. Shuning uchun ketyapsiz bu joyga. Inshaalloh shu maqsadda boraylik. Jannatimni yutishlik uchun ketyapman. Gunohlarimni hammasini Robbimga kechirtirishlik uchun ketyapman deb boring. Alloh sizga 4 ta sovg'a beradi. Birinchisi nima? Sovg'ani siz so'ragan narsani beradi. Biz mehmondorchilikka borsak, nima qilamiz? Biz xohlaganimizni mehmon olib ketadi, to'g'rimi? Biz xohlaganimizni olib ketadi. Lekin siz Allohning uyiga mehmon bo'lib borsangiz, siz xohlaganingizni Alloh sizga beradi. O'sha dardingiz bor, hammaning musibati bor. Bolasi uchun, kelini uchun, qizi uchun, kimlardir uchun duo qilayotgan o'sha yuragingizni tashvishlab turgan narsa bor. O'shani ijobat bo'lishligini shu yerdan olib ketasiz. So'raganingiz beradi. Ikkinchisi, istig'for aytib, mag'firat tilasangiz gunohingizni hammasi kechiriladi. Yangi chaqaloqdek pok bo'lib qolasiz. Keyin ikkita yana sovg'a nima? Hayotingizga, umringizga, rizqingizga Alloh barokat beradi. Kambag'allik ketadi, birovga muhtojlikni Alloh ko'tarib qo'yadi.